Ana unda biz mana kaltlarni berishdi. Birinchisidan boshladik. Kaltlar o'ziga nisbatan neobычный holatda ishlatilgan. Xohlasalar bu yerdan olsalar bo'ladi yoki yoniga borib turib, полностью hammasi beskiruvchi dostуп bor. To'raloq sidinada ham eshik STL o'zi avtomatik ochib beradi. Buni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Qani unda biz boshladik. Bismillah. Hammaga shunaqa 2026-yilda birinchi o'zimga nasib qilsin, keyin sizlarga nasib qilsin bilchakada. Paroglar o'zi mana ko'rdinglar, kalta hech qanaqa ezmadi. Yopgan holatda. O'zi davodchiklari bor обязательно ezasizlar. Mana avtomobil o'zi avtomatik ochiladi. Hozir yonida mashinalar borligi uchun takansi ochilib bermayapti. Bu ichki holatlari shunaqa ochiladi. Birinchi ichiga kirishdan oldin tashqarini aytib o'tamiz. Bunisi bu nikellik ultra, lekin ultra payasasi, lekin bitta prosta buni atrof fonti nikellik. Yo'qlar abdesha zikr. Farqi nimada? Bu 22 diskada bo'ladi. Farqi faqat shu oddiy bu yulduzchalik diska hisoblanadi. Shu oddiy diskasida farq qiladi. Diskasi prosta ko'p turganlar paroglar zavodchi holatda chiqadi. Menda qarasa yana bir ikkitasini ko'taradi. Mana shu holatda bo'yim normalniy yetyapti. Bu bilan ancha baland ekan. Men o'zi 1.78 man. Atak anchagina bor. Endi diskalarni aytib o'tdim, shu diskasida holatda farq qiladi deb. 3 ta bor. Zikr, lekin orqa holat ko'ryapsizlar. Orqadan umuman ajrata olmaysizlar. Ya'ni paysan, hattoki Hyper'da ham xuddi shu holatda dizayni orqada bir xilda bo'ladi. Faqat shu bu bitta, ya'ni bu Max'i, mana bu joy nikelli bo'ladi. Bular ya bu ham ultra ekan, bu ham ultra. Ultra prosta bu Nike paket. Nike paket degani bunaqa joylari полностью qora holatda bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, keyingisi ham Nike paket emas, oddiyroq, bu arzonroq, bu eng qimmati. Ultraning eng qimmat hisoblanadi. Bu Nike paket prosta полностью xromiy qilingani. Endi orqalarda kameralar bitta, ikkita, uchta, to'rtta kamerasi anchagina ko'p. Orqasi mana bu holat tepasi ochiladi, bu полностью yulduzchalik zivodskiy haligi diskotekalar bilan xuddi shunaqa holatda yonadi. Knopkani essalar, bu avtomatik orqaga ham yotadi va bu meni bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'taradi. Sayr sayohatga chiqqanda, ayniqsa toqqa chiqqanlarda zo'r ekan bu narsa. Bitta ezib turib videoga olib kelsanglar bo'laveradi ekan. Kameralari bilaman. Kepa narsa borligicha pastga tushdi. Buni ezamiz. O'zi ko'tariladi. Buni knopkani essalar ham o'zi ko'tariladi. Orqada ikkita sidina bor. Ko'rsatinglar. Shu sidina ham prosta tak elektronika. Ko'rdinglar, уже сразу bu tarafdagi uch ko'tariladi. Hech qanaqa rushnoy emas. Eng oxirida ham abduf abagrif bor. Prosta massaj. Ular ham полностью ligirlovka bo'ladi. Bolishalari, zarrachi, polik hamma narsasi beriladi. Narx ham qiziq bo'lsa kerak, ko'pchilikda buni narxi 100 ming AQSh dollar deyilyapti. Kelsalar, kelishadigan joy bor. Notariusga tayyor holatda. Ko'rda sira jitchagina. Sirasi ko'tarilyapti. Buni etsanglar ochiladi. Ko'pchilik buni ezmasdan, prosta buni etsanglar ham ikkosi avtomatik yopilaveradi. Bu anchagina qulaylikni sizlarga taqdim etadi. Yopishlar ko'rlar. Qiling etib yopilyapti. Endi ichiga o'tamiz. Farqi ko'p mashinalarda bitta ochganlarda sidina aylanmaydigan bo'ladi. Bu sidinasi aylanmaydigan varianti. Mana suvlar bor ekan. Yashashyapti ekanda, ha? Zikirda shuna yashasa ekanda. Paladenilar bu ancha sekin suvlar qo'yib qo'yishdan qo'yinglar. Coca-Cola bizdan qarzdor bo'lib qoldi. Reklama qildik, yana shu suvlar bor ekan. Bu sidinasi aylanmaydigan. Sidinasi aylanmasini qayerdan farqlasalar bo'ladi. Mana bu joyda ikkita tugmachasi bo'ladi. Mana bu joyda mana ko'ryapsizlar, hozir bu bekitilgan, prosta zaklopka qilib qo'yilgan. Shu joyda ikkita tugmachasi bo'ladi, shuni. Endi essalar sidina prosta tak aylanadi. Pardalari bor, pardalar ham hech qanaqa qo'llar unaqa qilib tushirib yurmaysizlar. O'zi avtomatik. Onda. Topolmay qoldim o'zi. Knopka ko'pda. Bunda boshqarasizlar. Oyna ham bunda ochsalar bo'ladi. 2 marta taqsanglar. Oyna ham bir parda. Demak, panoramasi ochilyapti-ku buni esa. Bu ekran yuradi. Bonus yuradi. Hozir ochilyapti.
Ochildi. Bu ochilishdan qarang. Ranglar необычныйda. Ichki salon o'zi bo'ldi, premium tarif. Hech qanaqa sizga hech qanaqa ощущение, anchagina ощущение beradi. Maroqli hordiq, oldi, orqa bo'ladi mana. Ketdi. Kolonkalari 30 nechta ram, lekin 3D, 3D holatda ishlaydi. Qo'ysanglar uchun konsertga tushib qolasizlar, xuddi shunaqa konsertga tushib qo'yganga o'xshaysizlar. Mazza qilib yashasanglar bo'laveradi deydi, xuddi shunaqa. Bu oddiy pozitsiyasini mana bu joyda mana xolodilnigi. Qarangizlar. Buni ham knopkasi bor. Va xolodilnigini. Mana xolodilnigi, mana knopkani istaydi, mana xolodilnichasi bor. Xolodilnigi chiqib keladi. Tugmachalar baland, past, signal regulovka qilish, atamankaning holatlarni qilsalar bemalol bo'laveradi. Hozir men tushiramiz signalni. Orqada ham abduf bor ekan, lekin abagif yo'q. Sidina bor ekan. Голосовой mana bu joyda ko'rsanglar bo'ladi. Buyruq bersalar bo'lar ekan. Bemalol. Bitta ko'rsatib berishim. Ko'rishlar mumkin. Bemalol abduf abagif, abduf bor, orqada isitish bor, lekin qolgani yo'q. Короче, men shu yerdaman. Orqalari anchagina keng, bemalol. Yosh bolalar ham, hattoki men ham sig'aman orqaga. Ko'rsatib o'tamiz buni ham. O'taman mana akalar. Orqada mana hozir odam turibdi, bemalol mana. Sizlarning temasdan o'tiribman, aytib o'tganda yana bemalol голосовой, ya'ni gapirsanglar, bitta muzikani aytmoqchi bo'lsanglar, bemalol buyursanglar aytadi. Hay zikr. Ощущение ekan. Bu karaoke ekan-a? Bu shunaqa narsada men javob zo'r bilib bermayman funksiyalarni. Qo'ldan kelgancha akalar. Qo'ldan kelgancha oyoq toligancha deydi. Buni egalarining nomerlarini pastda qoldirib ketamiz albatta. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Oldi ashundan ko'ryapsizlar, atamankalari ko'tarilgan mana, shum ko'tarilib olibdi. Atamankalar ko'tarilgan, bemalol pis qilib ketishdi. Eng zo'r, qulay varianti. Kolonkalar qarang, необычный, qizg'ish yonadi, xohlasalar ko'k, xohlasalar yashil. Bu knopkani etsanglar ochiladi, plus maytda. Maxsus jamadonchasi ham bor akalarimiz uchun. Qarang, eshik o'zida bitta, ikkita, uchta kolonka qo'yilgan. Bu joylari esa Mercedes-Benzdan lop etib o'g'irlab qo'yilgan. Massajlari mana turi bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xil massaj bor. Mana yondi, ko'ringizlar, mana massaj yondi, uchoq yondi, mana ko'chirsanglar bo'ladi. Kichkina tugmacha yonib ketyapti, ko'rganingizdek. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, ezasizlar, bitta, ikkita, uchta bo'ldi, massajimiz o'chdi. Buni signallar regulovka qiladi, atamanka уже mana kiryapti. Atamanka regulovka qilsalar bo'ladi. Ekranni qaranglar. Mana bu joystick o'zi ham anchagina qimmat, необычный holatda ishlanilgan. Barlar. Bu yerdan ham bemalol xolodilnikka o'tib kelsalar bo'ladi. Беспроводный zaryadchik, ikkita bagaj ochadigan, dvornikka, isitish, sovutish. Mana bitta tushirsanglar. Bu yerdan eko, sport, komfort, yo'ldan individual har xil hozir M2, M3 qo'ysanglar, bu sidinani xotirasi. Qachonki sizlar xohlasanglar o'zingizlar qo'ya olasizlar, sidinan sirazi shu holatga keladi. Bunday olsak head-up displeylar bor, orqasi kattagina. Lyuki vapshon katta ochiladi. Mana ochilishi juda ham katta ochiladi. Bemalol chiqib olib, sayr qilib ketsanglar bo'laveradi akalar. Bittazasizlar, o'z avtomatik yoplar. Shunaqa mashinalar hammamizga olish nasib qilsin. Bu joyda joystiklarni ko'rsatdim. Bittasi o'zi bitta olib borib qo'ysak, yana bittasi o'zi avtomatik boshqariladi. Bu yerda 360 bittasi 360 ko'ryapsizlar. Ancha-muncha telefondan tiniq. 3D'si, afsun dahshat holatda ishlaydi, 3D'lari.
ko'rishingiz mumkin. Parkovka, avtoparkovka mashinani liderlari ruscha sarasa biz O'zbekistonda anaqa narsa liderni ishlatadigan holatlari уже qilingandan keyin bemalol bu mashina uyingizga o'zi yetib boradi. Qilib olib ketaverasizlar. Funksiyalari juda ham ko'p. Bularni ham olgani kelsanglar tushuntirib qo'yaman. Masalani nima qilib olgani kelib tushuntirib qo'yaman. Bu zikr diskasi oddiyroq narxi 100 ming. Bu Lagan diskalik nak paket narxi 115 ming. Reduktor 1 yil garantiya hammasi beriladi. Reduktor moyilarigacha garantiya beradi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarga aloqa chiqarsizlar, bosib oladigan joyga keladi.